Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizda faqat to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz Qo'yliqdan yuradi. Davlatning qonuniy reyslari endi esa mana avtobusni tashqi holatidan gapiryapmiz. Endi esa mana ichki holatini ham ko'rsatib, odamlarning fikrini ham bilamiz. Yuring, rahmatulloh. Mana avtobuslarimiz ichki holati hamma sharoitlariga ega. Eng qizig'i davlatning qonuniy reyslari. Mana odamlar Toshkentdan Moskva shahariga ketyapti akalar. Tashqarida turib olib maket avtobuslarni videoga olmaymiz, faqat qonuniy reyslar, davlat avtobuslari akalar. Местani hozir aytib o'tamiz, sharoitlarini. Konditsioneri bor, zaryadka ustroysiolari bor akalar. Avtobuslarimiz yangi, zamonaviy avtobuslarimiz akalar. Eng qizig'i kelasizlar Qo'yliqdan o'tirib Primoy Toshkentdan Moskvaga ketasizlar. Dushanba, seshanba, payshanba va juma kuni, haftada 4 kun. Bizda qo'shimcha reyslar ham bor Toshkentdan Krasnodarga akalar. Telefon qilaverasizlar, batafsil ma'lumotlarni olib berasizlar. Endi